Sirojiddin, biz bugun ko'rsatuv avvalida favvoralar kuni dedik. Mamlakatimizda mingdan ortiq favvoralar bor ekan. Ularning eng mashhurlari Toshkent Azimda joylashgan ekan. Bizni bo'lajak hamkasblar, nonimizni yarimta qiladigan hamkasblar Zohidjon hamda Shuhratbek maxsus lavha tayyorlashgan. Hozir Go'zal opa aytdilar, Nargiz xonimda iste'dod bor aktyorlik. Hozir namoyish qiladilar. Lavhani birgalikda tomosha qilamiz. G'olib uchun mualliflarimiz maxsus sovg'a tayyorlashgan. Lavhani oxirigacha diqqat bilan ko'ramiz. Keyin hammani bir qator tizilishni so'raymiz lavhadan keyin. Marhamat, Azizjon Asrorov, navbatni lavhaga beraylik. Lavhamiz favvoralar haqida bo'ladi. Teatr binosi ham tushib qolsin suratga. Xotirjam bo'l, akasi, hammasi joyida bo'ladi. Endi gitaramni oling, bo'ladimi? Bo'lmasam-chi, bo'lmaydigan ish bormi dunyoda? Bu aynan o'sha joy. Olinganiga qariyb yarim asrdan oshgan o'zbek kinematografiyasining durdonasida aynan ushbu favvoraning tasvirlari uchraydi. Biz nega aynan buni esladik? Ajoyib fakt. 2010-yildan buyon vatanimizda 1-may favvoralar kuni sifatida keng nishonlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, go'zal poytaxtimiz Toshkent shahri hududida katta-kichik 60 dan ortiq favvoralar mavjud. Favvoralar shaharning markaziy maydonlari, bog'lari va diqqatga sazovor hududlarda o'rnatilgan bo'lib, ulardan eng kattalari poytaxtimiz markazidagi xiyobonlar hududlarda joylashgan. Qolaversa, bunday ko'ngilochar favvoralar Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona hovlisidan ham o'rin egallagan. Kutubxona hududida joylashgan favvora yoshlarga sokinlik bersa, boshqa bir xiyobon hududidagi tovushli favvora bolajonlarimizni baralla ovoz berishlariga undaydi. Sababi bu favvora tovush balandligiga ko'ra yuqoriga ko'tariladi. Endi esa yuqoridagi fikrimizga qaytsak, aqlli tomoshabin, siz ham talaba paytingizda ushbu favvora ostida suratga tushganmisiz? Yoki siz talaba bo'lsangiz, favvora ostida suratga tushish niyatingiz bormi? Eslatib o'tamiz. Ushbu favvora yozning ilk kunlarida o'z ishini boshlaydi. Biroq hozir studiyadagi mehmonlarimiz musiqiy favvora misol ajoyib musiqamizga raqsga tushib berishadi. Marhamat, Asadulla aka, Barno opa, Murtazoyeva xonim. Marhamat, Suqsur opa, Go'zal opa. Sizni endi baribir biz Suqsur xonim deb taniganmiz. Marhamat, keling. Bitta qator bo'lib tizilishamiz. Mana bilmayman. Yigitlarimiz bitta musiqa chalishadi. O'sha musiqaga Sirojiddin siz bu yoqqa o'ting. Bu tomonga ishtirokchilar. Bu tomondan qarab turaman. Bitta qator, bitta tizilishamiz. Bir qator. Ha, albatta. G'olibga sovg'a bor, g'olibga. Yigitlar tayyormizmi? Muxbirlarimiz sovg'alarni Favvora olib kelib bo'lasizlar, tayyorlab favvora, muzikali favvora. Asadulla aka, Barno opadan o'rganganlaringizni Hozir ko'rsatasiz. Birgalikda. Marhamat, favvorasilar. Favvorasilar, Asadulla aka. Yo'q, baravar. Ha, yigitlar tayyormisizlar? Endi boshlansa favorali bunaqa bo'ladigan bor-ku, Toshkent stilida bo'ladi. Marhamat, Asadulla aka. Hop.
yana bir narsani aytmoqchimanki, Nozma xonim, aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, mana hozir aytishdi-yu, nimada Ha, videorolikda. tushgansiz. Videorolikda aytishdiki, Zohidjon aytdi. rasmlarga rasmga shunaqa rasmlarga tushasizlarmi deyishdi. Lekin tomoshabinlar, aziz insonlar, aziz xalqim, yana fontani ichiga, favorani ichiga tushib rasmga tushib o'tirmanglar, to'q uradi. O'shanga to'g'rimi, to'q uradi, u yoqqa tushib bo'lmaydi hozir, Ehtiyot. chunki har xil svetlar bor, chiroqlar bor. O'shaning uchun yana favorani rasmga tushamiz deb Yo, oldida tushingiz. oldida tushim mumkin, lekin oldingi haligi filmga o'xshab ichiga qarab Kirish tushamiz. bo'lmaydi. O'shaning uchun ham mana ikkalamiz favoraga tushmay ikki chekada tomosha qildik. To'ppa to'g'ri, biz bilamiz buni. Xavfsizlik qoidalariga amal qildilar.